Agar bilinglar bo'ldi. Kim Allohga qullik qilmasa, boshqa narsalarga qullik qiladi. O'ylamanglar. Yo, men hali yoshman, hali 50 ga kiraman, 60 ga kiraman, 70 ga kiraman, 80 ga kiraman deb o'ylamanglar. Vaqt, umr juda ham qimmatli narsa. Kim agar vaqtini foydali narsaga sarflamasa, bilinglar bo'ldi. Kelajagi uchun, o'zi uchun foyda bo'lgan narsaga vaqtini sarflamasa, foydasiz bo'lgan narsaga sarflaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, qiyomat kuni bandani qadami o'rnidan qimirlamasdan turib, u 4 ta narsadan so'raladi. Salaf solihlar vaqtlarini qizg'anishardi. Sizlar dinor va dirhamlarni qizg'anganlaringda. Kelajakda buyuk maqsadlarni hayotida hadaf qilib qo'ygan odam o'qimaydigan bo'lsa erishalmaydi. Shuning uchun hozirgi paytda sizlarni o'stiradigan narsa telefon emas, PUBG o'ynash emas, telefonda o'yinlarda o'ynash emas. Kelajak sizlarning qo'llaringda. Ya'ni kelajakda isloh bo'lishligi sizlarning isloh bo'lishliklaringning ustiga quriladi. Agar sizlar isloh bo'lmasalaring, kelajak ham isloh bo'lmaydi. Agar sizlar isloh bo'lmasalaring, kelajak ham isloh bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu dunyoga bekordan bekorga o'ynab, kulib, befoyda, behuda ishlarni qilib ketishligimiz uchun yaratmadi, keltirmadi. Albatta maqsad asosida yaratildik, maqsad asosida keldik. Mana shu maqsadni bilishlik juda ham muhim, bolalar. Juda ham muhim. Bugungi suhbatimiz juda ham muhim mavzu haqida sizlar uchun, ya'ni xossatan yoshlar uchun. Yoshlar nima qilishlik kerak? Ayrim yoshlar nimalarni o'ylab, nimalar uchun harakat qilib, nimalar bilan ovora bo'lib yuribdi. Allohul musta'an. Alloh hidoyat qilsin. Sizlarga Alloh subhanahu va taolo mana shu maqsad eshigini, maqsad sari harakat qilishlik eshigini Alloh taolo ko'rsatib qo'ydi. Mana eshik dedi. Och kir dedi. Faqat sizda nima bor? Eshikni nima qilishingiz kerak? Ochib kirishingiz kerak. O'sha maydonga, o'sha foydali bo'lgan joyga eshikni ochib nima qilishingiz kerak? Kirishningiz kerak. Mana shu narsa qoldi xolos sizlarda. Demak, maqsadni bilib, maqsad sari harakat qilishimiz kerak. Bo'lmasam, juda ham qattiq afsus qilamiz. Bizga, yoshlarga birinchi o'rinda nima kerak? Birinchi o'rinda shu dunyoga nima uchun kelganligini bilib olishni kerak. Odam agar nima uchun kelganini, nima uchun yashayotganligini, nima uchun unga jon berildi, nima uchun ruh berildi unga, bu narsalarni bilmaydigan bo'lsa, u iztirobli hayotda, buzuq hayotda, parokanda bo'lgan hayotda, taraddudli bo'lgan hayotda yashaydi. Nima qilishni bilmaydi. Boshini aqa uradi, baqa uradi, qaysi tomonga bo'lsa uraveradi, gangirab yuradi. Gangirab yuradi. Shayton xohlagan tomoniga uni o'ynataveradi, xohlagan tomoniga olib ketaveradi shayton. Maqsadni bilmaydi, nima uchun yashayotganligini bilmaydi. Bu hayot nima uchun berildi unga? Ruh nima uchun berildi? Ruh. Insonda ruh bor, bilasizlarmi? Ruh bor, Abdulloh bilasizmi? Ruh bor. Shu ruh chiqib ketsa, odam nima bo'ladi? O'ladi, ketdi, bo'ldi. Foydasi yo'q, bu qo'ldan ham foydasi yo'q, bu aqldan ham, kalladan ham, miyadan ham, qalbdan ham, oyoqdan ham hech narsadan foydasi qolmaydi, ruh chiqib ketgandan keyin. Shu ruh chiqib ketsa, mana odam shunday qolyapti. Oborib uni ko'mib yuborishadi, chirib qurtlarga nima bo'lib ketadi? Yem bo'lib ketadi. Shu insonga asos bo'ladigan ruh nima uchun berildi odamga? Nima uchun berildi? Bekordan bekorga berildimi? O'yin kulgi qilib, maza qilib, kayf safo qilib yashab ketsin deb? Yoki maqsad asosida berildi? Albatta maqsad asosida. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana shu maqsadni bizlarga eslatib oyatda aytadiki: "Va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Senga o'lim kelguniga qadar Robbingga ibodat qil. O'lim kelguniga qadar Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishligimiz kerak. Bu ibodat ma'nosi juda ham katta. Ibodat ma'nosi faqat namozga, ro'zaga, haj amallariga, umra amallariga, zikrga,
tasbehga, Qur'on o'qishlikka cheklanmagan. Ibodat ma'nosi juda ham keng va katta. Hayotimiz ibodatga aylanishligi mumkin. Agar Alloh subhanahu va taolo uchun bo'lsa, Allohning buyruqlarini qilib yashasak, har bir hayotimiz nima bo'ladi? Ibodat bo'ladi. Mana bu choyni, mana bu suvni Alloh subhanahu va taologa, Alloh taologa ibodat qilishligim uchun, yaxshi ishlarni qilishligim uchun, foydali ishlarni qilishligim uchun, ibodat qilishligim uchun, bir odamga yordam berishligim uchun, Qur'on o'qishligim uchun deb ichadigan bo'lsa, bu ichayotgan narsamiz ibodatga aylanadi, bunga ajr olamiz, bilib olinglar. Bunga ajr olamiz. Innamal a'malu binniyat. Amallar niyatlarga ko'ra. Ovqat yeyishligingiz nimaga aylanadi? Ibodatga aylanadi. Ajr olasiz, savob olasiz shunga. Musulmon odam hayotini, butun hayotini ibodatga aylantiradi. Alloh subhanahu va taologa qullikka aylantiradi. Agar bilinglar bolalar, kim Allohga qullik qilmasa, boshqa narsalarga qullik qiladi. Hozirgi kunda eng katta tog'ut bo'lgan narsa, eng katta shayton bo'lgan narsa, eng katta but bo'lgan narsa bu nafs bu. Nafsga qul bo'ladi. Agar Allohga qullik qilmasa, nafsga qul bo'ladi. Agar Allohga qullik qilmasa, dollar, yevroga qullik qiladi. Agar Allohga qullik qilmasa, iPhone 17, 18 ga qullik qiladi. Qullik qilyapti odamlar mana. G'arbdagi holat. Qullik qilyapti, o'shani deb yashaydi, o'shani deb nima qiladi? Butun nimasi o'sha uchun. Qul bo'lib ketadi. O'shani quli bo'ladi. Nafsini xohlagan narsasini orqasidan yuradi. Agar Allohga qullik qilmaydigan bo'lsa, biz Allohga qullik uchun keldik bu dunyoga. Shuni bilishligimiz kerak. Nafsga, dollar, yevroga qul bo'lishlik uchun kelmadik. iPhone'ga qul bo'lishlik uchun kelmadik. Biz Allohga qul bo'lishlik uchun keldik. Kim Allohga qul bo'ladigan bo'lsa, mana shuni Alloh subhanahu va taolo hidoyat qiladi. Alloh taolo to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Chunki uni hayotdan bo'lgan maqsadi shu. Bu birinchi asos bu. Allohni tanib, hayotda Alloh subhanahu va taologa qul bo'lib yashashlik. Qullik bu ma'nosi juda ham katta. Alloh nimaga buyurgan bo'lsa, nimaga chaqirgan bo'lsa, o'sha narsalarni qiladigan bo'lsak, biz Allohga qulmiz. Alloh nima narsadan bizlarni qaytargan bo'lsa, o'sha narsalardan qaytib uzoqlashadigan bo'lsak, biz Allohga qulmiz. Agar bu narsalarni qilmaydigan bo'lsak, nafsga qul bo'lib ketamiz. Alloh taolo saqlasin. Va keyingi muhim narsa yoshlar uchun, biz uchun vaqtimizni g'animat bilishlik. O'tayotgan umrimizni g'animat bilishlik. Umr juda ham tez o'tadi. Umr juda ham tez tugab ketadi. O'ylamanglar. Yo, men hali yoshman, hali 50 ga kiraman, 60 ga kiraman, 70 ga kiraman, 80 ga kiraman deb o'ylamanglar. Qancha mana dunyoning xabarlarini ko'radigan bo'lsangiz, odamlar mana o'layotgan nimasi bor, ko'rsatib turadi. Kunda nechta odam o'ldi, nechta odam tug'ildi, internetda bor. Shunda aylanib turadi. O'layotgan, dunyoga kelayotgan. Shularning ichida qancha yoshlar bor. Yoshlar. 10 yosh, 11 yosh, 12 yosh, 13 yosh, 14 yosh, 15 yosh, 16 yosh, 17 yosh, qancha bolalar bor. Yo, men o'lmayman, men sog'lomman, men baquvvatman, 18 ga kirdim-ku, men 15 ga kirdim-ku deganlarda qanchasi chiqib ketadi ertalab uydan, kechqurun uni kafanga solib, tobutga solib olib keladi. Qancha. Mana Turkiyani ham xabarlarga qaraydigan bo'lsalar, kuniga qancha yoshlar o'ladi. Qancha yoshlar o'ladi Turkiyaning o'zida. O'zbekistonda o'zini hisoblang. Qanchasi o'ladi. O'shalardan biri ertaga siz bo'lishingiz mumkin. Shu haqda o'ylaganmisiz? Ko'pchilik o'ylamaydi. O'limdan g'aflatda, o'limni eslashni xohlamaydi. Yo, men hali hayotim bor, u qarilarga qarab turib, bularga o'sha 70 ga kiraman, 80 ga kiraman deydi. Ha, mayli, o'sha 70-80 ga kirsangiz ham, baribir o'sha tezda nima bo'ladi? Tugaydi o'sha. 1000 ga kirsangiz ham tugaydi. 1000 yil umr berilsa. Demak, vaqt mana shunday. Vaqt, umr juda ham qimmatli narsa. Kim agar vaqtini foydali narsaga sarflamasa, bilinglar bolalar, kelajagi uchun, o'zi uchun foyda bo'lgan narsaga vaqtini sarflamasa, foydasiz bo'lgan narsaga sarflaydi u. Behuda narsalarga sarflab yuboradi vaqtini. Keraksiz bo'lgan narsalarga sarflab yuboradi. Keyin afsus qiladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, hatta idza jaa ahadahumul maut qala robbirji'uni la'alli a'malu solihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun.
Agar ularni biriga o'lim keladigan bo'lsa, ey Robbim meni qaytargin deydi. Dunyo hayotiga qaytay deydi. Yaxshi amal qilib olay, yaxshi amal qila olmadim deydi. Alloh taolo nima deyapti? Yo'q, bu aytayotgan bir gap xolos, og'zidan chiqayotgan bir so'rayotgan gap xolos. U qaytalmaydi, bo'ldi. Ularning orqasida nima bor? To'siq bor, barzax hayoti bor. Ular qabrdan, ya'ni barzax hayoti bu qabr. Qabrdan chiqqunigacha ular barzax hayotida qoladi, bo'ldi. Hayot orqaga qaytmaydi. Kim orqaga qaytgan? Kim o'lib orqaga qaytgan? Hech kim qaytolmaydi. Tarixda qancha dunyoni egallagan podsholar o'tgan. Bilasizlarmi, dunyoni egallagan nechta podsho bo'lgan? Butun dunyoni 4 ta bo'lgan. Bilasizlar-a? 4 ta bo'lgan. Ikkitasi musulmon bo'lgan, ikkitasi nima bo'lgan? Kofir bo'lgan. Kofirlar Namrud va Buxtinassar. Namrud bilan Buxtinassar butun dunyoni olgan bular. Dunyo ularni qo'lini ostida bo'lgan. O'limdan saqlab qoldimi o'zini? Saqlab qoladimi? Musulmonlardan kim bo'lgan? Sulaymon alayhisalom, yana Zulqarnayn bo'lgan. Sulaymon alayhisalom va Zulqarnayn. Sulaymon alayhisalomga devlar, jinlar xizmat qilgan, bilasizlarmi? Bilasizlar-a? U kishining qo'lida xizmatchi bo'lgan ular. Lekin o'shalar u kishini o'limdan saqlab qoldimi? Shuncha kuchi, shuncha davlat o'limdan saqlab qoldimi? Saqlab qola olmadi. Yo'q. U aytayotgan bitta gap xolos. Ey Robbim, qaytay, amali solih qilaman. Voydod! Qaytayman desa ham qayta olmaydi. U bo'ldi, tugadi. Hayot tugadi. O'tadi, ketdi. Mana shu vaqt kelishligidan oldin nima qilishlik kerak? Vaqtimizga g'animat berishligimiz kerak. Mana shu vaqt kelishligidan oldin uyg'onishligimiz kerak. Uyg'onaylik. Uxlab yotavermaylik. Suskashlikdan, e'tiborsizlikdan, g'aflatdan uyg'onaylik, qo'zg'alaylik. Alloh subhanahu va taolo tomon harakat qilaylik. Alloh taolo shuning uchun ko'p oyatlarda mana shu narsani eslatadi. Alloh taolo tomon harakat qiladigan bo'lsangiz, albatta Alloh taolo sizga yaxshilik yo'lini ko'rsatadi. Bu Alloh taoloning qonuni. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allohning yo'lida jiddiy jahd qiluvchilarni Alloh taolo nima deyapti? Lanahdiyannahum subulana deyapti. Lomi ta'kid bilan va nuni ta'kid bilan aytayaptiki, ta'kidlab, tayinlab Alloh taolo xabar beryapti. Subulana, sabilni jami bir qancha yo'llarimizga hidoyat qilamiz deyapti. Alloh taolo oldingizdan katta xayr, baraka eshigini ochadi. Agar harakat qilib jiddiy jahd qiladigan bo'lsangiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, qiyomat kuni bandani qadami o'rnidan qimirlamasdan turib, u 4 ta narsadan so'raladi. Shularning birinchisi nima? Umridan so'raladi. Umrini nima narsada tugatdi? Umrini nima narsaga sarfladi? Telefonda o'yin o'ynab, PUBG o'ynab sarflab yubordimi? Futbol o'ynab sarflab yubordimi umrini? Nimaga sarfladi? 2 soatlab futbol ko'radi, kechqurun bilan futbol ko'radi yoki seriallarni ko'radi. Foydasiz bo'lgan seriallarni, kinolarni 2 soatlab, 3 soatlab. Nimada sarfladi umrini? Nimaga berdi umrini? Foydali narsaga berdimi yoki mashna qilib umrini tugatdimi? Qadami o'rnidan qimirlamasdan turib so'raladi qiyomat kuni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadislari. Demak, bu juda ham muhim degani. Bu yerda e'tibor tortilyapti bu yerda. Voy, qadaming qimirlamasdan turib umring haqida so'ralasa. Chunki bu umr bekordan bekorga berilgan yo'q. Bu umr bizniki emas. Bilib qo'yinglar. Bu umr xohlaganimizcha, xohlaganimizga ketkazadigan, xohlaganimizga qaratadigan umr bizning umrimiz emas bu. Bu Robbil olaminning Alloh taoloning umri bergan narsasi. Buni so'raydi, egasi so'raydi buni. Nima qilding deydi. Bu berilgan omonat umrni nima qilding deydi Alloh taolo. So'raydi buni. Bir odam sizga omonat qo'ygan bo'lsa, mana shu sanda tur desa yoki bir ishlatib turgin desa, siz uni zoya qilsiz, behuda narsalarga berib yorsiz, sarflasiz, pul berib ketdi sizga 10 ming. Omonat tursin dedi, ishlat tur, mayli ehtiyojlaringizni ishlat, lekin yo'qotma dedi. Ishlatib yordi sizni, yo'qotdingiz, tugatdingiz. So'ralasizmi? So'ralasiz. Ey, talab qiladi, u qani deydi. Ber deydi. Omonat qo'ygan narsani. Nima qilding deydi. Nimaga zoya qilding deydi. So'roq savol qiladi sizni. Hisob kitob qiladi. Alloh subhanahu va taolo ham bizni ertaga qadamimiz o'rnidan qimirlamasdan turib umrimizdan so'raydi, bergan hayotdan so'raydi. Bu jasad, bu ruh, aytganimdek, bu hayot, bu aql, bu ong, bu ko'z, bu qo'llar, oyoqlar, og'izlar, gapirib turgan og'zim,
hammasi Allohniki, bularni hammasini Alloh taolo so'raydi deydi. Nima qilding bular? Nimaga ishlatding? Qaysi tomonga sarflading? Ma'siyatga sarflab yubordingmi? Buzuqlikka sarflab yubordingmi yoki foydali narsaga sarfladingmi? deb Alloh taolo so'raydi. Mana shu hisob kitob kelishligidan oldin biz to'g'rilashligimiz kerak. Javobimizni tayyorlashligimiz kerak. Nima deb javob beramiz? Ko'pchilikni javobi yo'q. Nima deb javob beradi? Mana bu juda ham muhim bo'ldi. Hayotimiz juda ham qimmatli. Bizni bizga berilgan narsalar eng qimmati bu nima? Bu vaqt, umr bu. Hasan Basri rahimulloh aytganlaridek, salaf solihlar vaqtlarini qizg'anishardi, qaranglar. Vaqtlarini, umrlarini qizg'anishardi. Sizlar dinor va dirhamlarni qizg'anganlaringda. Odamda bir tillosi bo'lsa, masalan, bir yarim kilo tillosi bor. Qizg'anadimi, avaylaydimi yo ketaveradimi, tashlab ketaveradimi? Berib yuboradimi? Yo'q, nima qilmaydi. Vaqt mana shundan ham nima qimmat. Chunki u tillo kelishligi mumkin. Bugun ketsa, ertaga kelishligi mumkin. Harakat qilsangiz. Alloh karim zot. Lekin vaqt o'tgandan keyin kelmaydi. 10 yoshda edingiz, hozir 15 tasiz. 15 da edingiz, 20 yoshdasiz. 15 ga kim qaytarasiz? Hech kim qaytara olmaydi. Dunyodagi manaman degan, pulim ko'p degan prezident ham qaytara olmaydi, bilib olinglar. Dadasini milliardlagan puli bo'lgan, dadasi ham qaytara olmaydi. Hech kim qaytara olmaydi. Xotirjam bo'lsin. Orqaga qaytish yo'q. Chunki o'tdi, ketdi. Tugadi ham yo'q. Mana bundan nima qilishligimiz kerak? Foydalanishligimiz kerak. Va keyin yoshlarga eng yana muhim narsalardan kitob o'qishlikka e'tibor berishlik. Ko'p kitob o'quvchi bo'lishlik insonning ongini, fikrini, tafakkurini, tushunchasini, zehnini, aqlini rivojlantiradi, o'stiradi. U tushunadi, ko'p narsalarni tushunadi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun nima dedi? Birinchi oyatda Iqro bismi robbikallazi xalaq dedi. Yaratgan Robbingizni nomi bilan o'qing dedi. Qarang, birinchi oyatda o'qi deyapti. Bu nimaga o'qi degan narsa tushyapti? Nimaga? Namoz o'qi demadi. Roza tut demadi. Zakotni ber demadi Alloh taolo. Zikr qil demadi. Aynan nima deyapti? O'qi deyapti. Bunda tafakkur qilib ko'rganmisizlar? Nimaga Alloh taolo o'qi deyapti bizga? Birinchi tushgan oyatda o'qi deyapti. Nimaga o'qi deyapti? O'ylanglar, nimaga o'qi deyapti Alloh taolo biz? Demak, o'qish juda ham muhim. Hayotda insonga kerakli bo'lgan narsa bu nima? O'qish. O'qiysiz, kuchayasiz. Qur'on o'qiysiz, tadabbur qilasiz, kuchayasiz. Hadis o'qiysiz, kuchayasiz. Tarix o'qiysiz, kuchayasiz. Sirat o'qiysiz, kuchayasiz. Foydali bo'lgan kitoblar, tafsir o'qiysiz, kuchayasiz. Qancha nimalar bor. Dunyoviy, hattoki dunyoviy fanlarda ham muhim bo'lgan narsalar o'qishlik bilan bo'ladi. O'z-o'zidan bo'ladimi? Bo'lmaydi, o'qishlik bilan bo'ladi. Demak, o'qishlik kerak. Sizlarda hozir rassa o'qib tashlaydigan vaqtlaring. Qancha ko'p kitob o'qisalaring, qancha kitobga ko'proq e'tibor bersalaring, mana shuncha bu sizlarda foydalaring bo'ladi, yutuqlaring bo'ladi. Kuniga bitta kitob o'qisangiz ham ertaga afsus qilasiz, yana ham ko'proq kitob o'qimabman deysiz. Ko'proq kitob o'qishligim kerak ekan, 2 tadan o'qishligim kerak ekan, 3 tadan o'qishligim kerak ekan deysiz. Shunchalik afsus qilasiz. Kitob o'qishlik insonga juda ham kerakli. Kelajakda buyuk maqsadlarni hayotida hadaf qilib qo'ygan odam o'qimaydigan bo'lsa erisha olmaydi. Shuni bilib olinglar, bu qoida bu. Kelajakda buyuk inson bo'laman, katta ishlarni qilaman. Reja qo'ygan bo'lsa, hayotini strategiyasini tuzgan bo'lsa, hayotini strategiyasini qo'ygan bo'lsa, o'qishlik kerak. O'qishlik bilan yetadi o'sha strategiyaga. O'qishsiz u yetolmaydi. Faqat o'qishlik kerak. O'zbekcha kitobmi, turkcha kitobmi, arabcha kitobmi o'qishlik kerak. Foydali bo'lgan kitoblarni o'qishlik kerak. Faqat o'qishlik kerak. Abu Tib Mutanabbi aytganki, dunyoda eng aziz makon bu chopqir otlarni egari degan. Dunyodagi eng aziz narsa, eng aziz makon chopqir otlarni egari degan. Nima degani bu, bilasizlarmi? Ya'ni chopsang aziz bo'lasan degan. Mehnat qilsang aziz bo'lasan degan. Ishlasang, tirishsang
Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana deb Alloh taolo aytgandek. Tirishadigan bo'lsangiz, harakat qiladigan bo'lsangiz, o'qiydigan bo'lsangiz aziz bo'lasiz. Bu dunyodagi eng aziz makon. Va gapini davomida yana aytganki, zamonlarda insonga eng yaxshi hamroh butun zamonda qayerda bo'lsin, eng yaxshi hamroh kitobdir. Eng yaxshi hamroh kitobdir. Shuning uchun olimlarni ko'rasiz, kitobiga qolgandan keyin bo'ldi. Ajralgisi kelmaydi. Bir olimlarda ayoli aymalardan birini ayoli keladi, bir dugonasini nimasidan anaqa qiladi. Qaniydi sizni meni ham turmush o'rtog'im sizni turmush o'rtog'ingizdaqa bo'lgan deydi. Uyda faqat kitob o'qib o'tiradi deydi. Doim kirsam kitob o'qigan. Chunki u kundoshlik bo'ladi. Siznikidaqa bo'lganda kitobni o'qib o'tirganda deydi. Keyin o'sha kitob o'quvchi olimda ayol aytadiki, bu kitob deydi, menga deydi 4 ta kundoshdan ham yomon deydi. Chunki kitobdan boshini ko'tarmaydi deydi. Kitobdan boshini ko'tarmaydi. Unga eng yaxshi nima bo'lgan? Hamroh bo'lgan, eng yaxshi hamroh, haqiqatda eng yaxshi hamroh bu kitob. Buni kitob o'qib, bu kitob o'qishlik, kitob muhabbat kirgan odam his qiladi. Chalabila o'qib qolgan odam his qilmaydi buni. Chalabila bo'lgan odam chalabila his qiladi. Sof bo'lgan odam, muhabbat qo'ygan odam keyin uni muhabbatini his qiladi. Kitobga muhabbat qo'ygan odam, o'shanga e'tibor bergan odam, o'qigan, yoqmasa ham, nafsiga yoqmasa ham o'qiyman degan, o'zini ustida ishlagan, o'qiyman degan odamga kerak bu muhabbat kerak. Bu muhabbat kelgandan keyin bo'ldi, boshqa hech narsani muhabbati bundan ustun kela olmaydi, chunki bu eng zo'r muhabbat. Shuning uchun hozirgi paytda sizlarni o'stiradigan narsa telefon emas, PUBG o'ynash emas, telefonda o'yinlarda o'ynash emas. Bilib olinglar. Telefon faqat barbod qiladi. Hayotlarini, umrlarini barbod qiladi telefon. Men masalan o'zim telefondan foydalanaman. Lekin telefon meni chalg'itayotganligini his qilaman. Nimada telefonda men ortiqcha gaplashishga toqatim yo'q. O'zi aslan toqatim yo'q, gaplashishga vaqt nima, toqatim ham yo'q. O'yinda u programmalarga qarashga toqatim yo'q meni. Bir narsani nima qilishga umuman toqatim yo'q. Meni vaqtim undan ancha qimmat meni vaqtim. Meni vaqtim u ancha qimmat turadi. Dollar, yevrolardan qimmat turadi meni vaqtim. Lekin shunda ham telefondan to'g'ri foydalanishga harakat qilaman, lekin shunda ham chalg'itayotganligini his qilaman. Endi qo'yavering endi telefonda TikTokda o'tirib tinmay 1 soatlab, 2 soatlab umrini TikTokda o'tkazib, zarar olib kelib o'ziga hamma yo'qni yo'q qilib, qancha o'shanaqangi qisqa videolar, reels videolar, o'shanaqangi TikTok, Instagram, ular insonni zaiflashtiradi, insonni shijoatini o'ldiradi, himmatini tushiradi. Kichkina narsalar bilan cheklanadigan qilib qo'yadi. Katta narsalarni qila olmaydi ular, bilib olinglar. TikTokka o'rgangan odam, o'shanaqangi reels videolarga o'rgangan odam katta ishlarni qila olmaydi u. Mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lib yuradi u. Chunki o'zini o'zini o'rnini o'sha past o'ringa qo'yib qo'ydi o'zi. Vaqtini o'sha arzimas, ya'ni bitta hali tezaydi ham anaqasiga turmaydigan narsaga berib yubordi vaqtini. Qimmat bo'lgan vaqtini, tilla va kumushlar barobar bo'lmaydigan vaqtini o'sha narsaga berib yubordi. Ashunga alishtirib yubordi vaqtini. Zarar qildi bu. Savdoda eng zarar qilgan odam shu odam. Shuning uchun kitob doim bizni hamrohimiz bo'lmoqligi kerak. Kitob bizni inshaalloh ko'p yaxshiliklarga olib chiqadi. Va bundan keyin kitob o'qigandan keyin inson maqsad hosil bo'ladi, hadaf hosil bo'ladi, hayotda strategiya hosil bo'ladi kitob o'qigandan keyin. Bu narsalar qilishim kerak ekan deydi. Bundan keyin nima kerak sizlarga? Yoshlarga nima kerak? Ijod kerak, ixtiro kerak. Ixtiro qilishingiz kerak. Ijod qilishingiz kerak. Qaysi o'ringa, nimaga tushsangiz, qanaqa sohada bo'ling. Madrasada bo'lasizmi, tijoratda bo'lasizmi, ishda bo'lasizmi? Nimada bo'ling, o'sha yerda ixtiro qilishingiz kerak. Tartib, intizomda ixtiro qilishingiz kerak, yangi, foydali. Ishlab chiqarish bo'lsa, yana ham zo'r ishlab chiqarishga ixtiro qilishingiz kerak, izlanishlikka, foydalanishlik kerak. Mana shunda nima bo'ladi? Kuchayadi. Ixtirodan oldin, ijoddan oldin fikr keladi, fikr. Fikr shakllansa, tasavvur shakllansa, g'oyalar agar takomillashadigan bo'lsa insonda ongida g'oyalar, maqsadlar, undan keyin nima keladi? Ijod keladi, ixtiro keladi. Qaysi tomonda bo'lasiz? Qaysi tomon bo'lishingizdan qat'iy nazar nima qilasiz? Oldinga qarab ixtiro qilishga harakat qilasiz. Keyin bu amal nima bo'ladi? Mana shundan keyin amal paydo bo'ladi.
amal paydo bo'ladi. Odamlarga foydali bo'lgan ishlarni mana shundan keyin qilasiz. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Va anzalnal hadid fihi ba'sun shadid va manafi'u lin-nas." Temirni tushirdik, temirda qattiq quvvat bor, qattiq quvvat. Ba'sun shadid va manafi'u lin-nas, va insonlarga foydalar bor. Bu foydalar jam qilib keltiryapti. Manafi' foydalar bor, juda ham ko'p foydalar. Mana shu narsani o'qigan odam, shuni bilgan odam, demak foyda bor ekan bunda. Temirda quvvat bor ekan deb turib nimaga o'tadi? Ixtiroga o'tadi, ijodga o'tadi. Demak foydalanishligimiz kerak. Nima yasay bundan? Nima narsa kerak? Nima narsa qilishligim kerak deb turib, buni ustida nima qiladi? Ishlaydi. Bu temirga kirgan odam. Boshqa kitobga kirgan odam u o'sha tomonda olib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo bir bandani yaxshi ko'radi. Qaranglar, bu banda qanaqa banda? Alloh yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taoloning muhabbati sizga keladigan bo'lsa, butun farishtalarning muhabbati keladi. Butun narsalarning muhabbati keladi sizga. Mavjudotlarning. Alloh taoloning muhabbati kelgandan keyin. Muhim narsa Alloh yaxshi ko'rishni. Hamma Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilaveradi hamma. Lekin eng muhimi Alloh sizni yaxshi ko'rishligi. Alloh yaxshi ko'radigan bo'lsa, Allohning barakasi keladi, rahmati keladi, roziligi keladi, fazli keladi. Ko'p yaxshilik eshigi sizga ochiladi. Rasululloh ushbu hadisda bir bandani Alloh taolo yaxshi ko'radi. Bu banda qanaqa? Qaranglar, e'tibor beringlar. Bu banda agar bir ish qiladigan bo'lsa, o'shani mustahkam qiladi, puxta qiladi. Bir ishga kirishadigan bo'lsa, u ishni qoyillatadi. Bu ham umumiy. Umumiy qoida bu Rasulullohning ushbu hadisda. Ishga kirishadi, ixtiro qiladi, ijod qiladi, harakat qiladi, mehnat qiladi, tirishadi, ko'rsatadi. Mana bu bandani Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Mehnat qilsak, ishlasak, tirishsak, harakat qilsak, inshaalloh juda ham katta natijalarni Alloh taoloning izni bilan, yordami bilan, fazli bilan ko'rsatamiz. Shuning uchun bolalar, sizlar kelajak sizlarni qo'llaringda. Ya'ni kelajakda isloh bo'lishligi sizlarning isloh bo'lishliklaringning ustiga quriladi. Agar sizlar isloh bo'lmasalaring, kelajak ham isloh bo'lmaydi. Ya'ni har men kimman ekan, mana odamlarni qara degan gap bu noto'g'ri gap. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zimizdan so'raydi. O'zimizdan, boshqalar haqida so'ramaydi. O'zimiz nima qildik? Isloh bo'ldikmi? O'zimizni isloh qilib tuzatdikmi? Mana shundan javob beramiz. Boshqalardan javob bermaymiz biz. Agar har bir odam o'zini isloh qiladigan bo'lsa, keyin jamiyat isloh bo'ladi. Jamiyat isloh bo'lgandan keyin ummat isloh bo'ladi. Ummat isloh bo'lgandan keyin ummat oliy bo'ladi keyin. Ummatga azizlik keladi. Shuning uchun har birimiz o'zimizni ustimizda ishlab harakat qilsak, inshaalloh ko'p yaxshiliklarni qo'lga kiritamiz. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.